Assalomu alaykum. Bugun biz sotkani aksiyalar jayida turamiz. Ularda avtomobil qalay olga bo'ladi. Hozir biz Baraxolka bozorindamiz. Brain Tracing aytib ketgan. Esingizde bo'lsin. Hech kim sizdan ortiq emas, hech kim sizdan aqlli emas. Tek ular ertaroq boshlagan. Sol uchun bizda ertaroq boshlab, o'sha soatdan, hozirgi soatdan boshlab bugungi tushirib o'ta qiziqda bo'ladi. So'ngina deyin qarangizlar. Ketdik. Mana biz Baraxolka bozorina da keldik. Hozir bu yerning avtomobil tochkasina keldik. Bag'alarini so'raylik. Do'stlar, mana biz hozir Baraxolka bozorindamiz. Sotkaning necha turli zatlari bor. Sotkaning batareykasi deysiz, mikrofon deysiz, mana karaoke o'ling aytadim bor. O'ling shatliqlaringizga kelsa, o'sha yerga o'ling aytsangiz bor. Alib satsangiz bor. Jannada bu yoqda Sotkaning smart shisinov. Eng hozir hit bo'lib жүрген tovarlarning biri bor. Osundaylar bor. Jana AirDots mana bespроводный наушник. Solarda alib avtomobil satsangizdar da bo'ladi mana. i9s degan necha turli Sotkaning zatlari. They had a path, dragonfly. The dragonfly ran away, but it came back with a story to say. Bespроводный naушник qancha turadi? Avtomobilga kerak bizga. 2,5 400 bizga naning ayirg'aysidan bir 5 dan kerak-da, o'sidan so'sin AirDots degan bormi? Bular qanchadan bo'ladi? 300. So'sin bizga jana stiklolar kerak. Sotkaning betna stiklo. Unday bormi? Stiklo qanchadan bo'ladi betni? So'sin zaryadkalar bormi sizlarda? Bor. Zaryadka. Nalar? Do'stlar, 2,5 dar deydi, mana do'stlar, buni 2,5 dan 5 shtuk olsangizlar 2,5 dan beradi ekan. Sizlar 5 shtuk olib, so'sini har qaray satsangizlar da bo'ladi ostinday edi. i9s. Janada bu yoqda batareykalar bor ekan, nechta turli. Eng prostoy batareyka Nokia'da qancha tenge turadi? 350 tenge. Nokia'ning eng prostoy batareykasi 350 tenge turadi. Soni olib sizlar 1000 tenge so'mdan satsangizlar bo'ladi har qaray. Samsung necha turli batareykaning bir turi bor ekan, endi bu yerda. Vыбор ko'p, mikrofonlar bor, kolonkalar bor ekan. Mana eng arzon kolonka qancha turadi buni? Avtomobil bizga kerak. 5 yil olamiz. Bu yerda qancha? 2000 da? Bu yerda 2000 tenge degan, точно накладной бағасын qaramadi. Так, nazarda bespроводный наушник i12 degan tur ekan. Buning бағасы bu yerda 3,5 deydi. 3000 ga endi ko'p alsangiz tushirib beradi, 10 shtukdan, 5 shtukdan az bermaydi ekan, 5 shtuk. Soni olib sizlar internetga bular 6000, 5,5 tengadan. So'sin mandaylar bor i18, bu жаңаdan chiqqan marka ekan. Buning бағасы qancha? 2400, 2,5-2400 tenga. Buni da olib satsangiz bo'ladi mana. 7000 sondaydan ro'yinsiz. Internetda o'ta qimmat бағалар. Жаңа ko'rgandek sizlar i9s 2,5 tengadan olasizlar, 5000 dan keminde satpaysizlar ғой, internetda o'ta qimmat bo'ladi. И качествоsi жақсы. Do'stlar, yana biz Baraxolka bozorini sizlarga ko'rsatdik. O'sha yerdan optim olsangiz bo'ladi. Agar sizda to'liq axborot belgilaringiz kelsa, astina o'z nomerlaringizda qoldirib ketingizlar. Biz sizlarga xabarlasamiz mіндетті turda. Kommentariya yozingizlar, және like bosib bizning kanalga tirkelishni unutmangizlar. Кездескенше do'stlar.